Hurmatli do'stlar, sizlarni uylarga darvoza kerak bo'lsa, darvoza qo'ydirmoqchi bo'lib yurganlar bo'lsa, oranglarda Namanganda eng bir darvozalarni yasaydigan qadrdonlarimiz bor. Bu yigitlar meni o'zimni uyimga ham darvozalarimni qo'yib berishgan, o'rnatib berishgan. Bundan bir 2 yil oldin ular bilan ko'plab uzoqroq hamkorliklar ham qilib ishlaganmiz. YouTube'da videolari ham bor. Pastda mana shu videoni kommentariyasida zaxirpet qilib Telegram kanalini ham qo'yib beraman. Xohlasanglar Telegram kanaliga o'tib, to'liq darvozalarning rasmlarini, videolarini ko'rib, shulardan xohlaganingizga zakaz berishingiz mumkin. Bemalol mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar va meni nomimdan chiqsanglar, meni aytsanglar, chegirmalar qilib arzonroq qilib berishadi. Namangan eng bir darvozalari, Namangan Jidagabari o'zimizning qadrdonlarimiz bosaverasizlar do'stlar. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar meni YouTube kanalimdasizlar. Do'stlar, hozirroq like bosib qo'yaverasizlar. Obloshkadan ham ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Bugungi prankimiz juda ham kuchli bo'ladi degan umiddaman. Sababi bugungi prank o'sha butun O'rta Osiyo, Esenga, O'zbekistonga mashhur bo'lgan shu shoir, PR olamida mashhur bo'lgan Ahad Qayum bilan bo'lish reja qilinyapti. Jinning ishini xudo o'nglaydi degan gap bor-ku. Sardor gangsterlar bilan ham Odilxon MMA-chilar bilan ham taqdir taqozosi bilan to'g'ri kelib bo'lganda Ahad Qayum bilan ham shuncha Toshkentga borib boshqa qilib Elmurod akamlar orqali ham Ahad Qayum bilan prank yetib bora olmagan edim. Qandaydir bugun yo'limiz o'zi tushib qoldi o'zi. Farg'onaga shu aristokratlardagi Abbosxo'ja Akram akamiz Farg'onada bitta do'konda ochilishiga kelgan ekan, shunga boshlovchilikka yordam berib yuboring deb chaqirdi. Kelsam Ahad Qayum ham shu yerda ekan. Keyin bitta kiyim qilib olish kerak edi ekan. Farg'onadan bitta kiyim do'konidan kiyim olish kerak edi ekan. Shunga to'y bor ekan kechga. Shunga Abbos aka aytdi, Abbos aka men Andijonga borib kiyintirib kelay dedim. Men cho'qchi kiyimlar qilib beraman. Desam, bo'ldi davay dedi. Shuni gaplashdi. Hozir endi Ahad aka o'zini mashinasini qo'ydi. Jetaurda yuribdi ekan. Xitoy mashinada choyxonadan chiqdik Farg'onada. Hozir sekin Ahad akani mashinamga o'tkazib, men Andijonga olib boraman Farg'onadan. Olib borib, shu Andijonda Eurostyle degan kiyim do'kon bor. O'sha nima Andijonda samolyot ko'chadan kirganda, Furqat ko'chaga kirasiz, kirganda ikkinchi svetofordan keyin chap qo'lda Eurostyle degan erkaklar kiyim do'koni bor, premium klass. O'sha yerga borib Ahad akani cho'tki qilib kiyintirib qaytarib kelaman. Yo'l-yo'lakay prank qilib olishga harakat qilaman do'stlar. Like, comment, podpiskani ayamasdan kuzatib turasizlar degan umiddaman do'stlar. Like bosib, podpiskani bosib kuzataveringlar. Mana do'stlar chiqishyapti qadrdonlar. Keling Ahad aka chiqing. Orqadagi ham. Assalomu alaykum. Aka, qalay aka? Vodiydoshi. Yaxshimi? Zo'r. Yoqdimi aka? Maza qildik. Farg'ona choyxonasi ekanmi? Ha, aka. Sizga ham yoqdimi? Zo'r. Gap yo'q. Ahad aka, tinchmisiz? Yana bir bor. Endi aytdi, ko'pchilik ichida baribir haliga gaplasholmadik. Mehmonlarga ham. Bo'pti akalar. Yaxshi qolinglar. Xo'p, bo'pti. Xo'p. Kansani yaq beraman aka. Buni uyattirmang. Nima qilib aka? Kansani bora? Aka, K5 mana jon aka. Tinchmisiz Ahad aka? Rahmat. Charchaba, kuningizdan Xitoyda mashina ham minishga qolibdi oxiri. Ha, aka. Singaning shu bo'lsin degani shu bo'ldimi? Yo, ishlar yaxshi. Charchamayapsizmi aka? Zo'r, rahmat. Omonmisiz? O'zlariz qalay? Zo'r aka, hozir shunaqa bir kiyim do'konga boraman sizni. Ye. Mana shunaqami devorasiz aka? Mana tanaga yangilik bo'ladi, etga yangilik bo'ladi, badanlar. Bunaqa kiyimni kiymaganman deydi. Devorasiz. Mana kiyimlarni kiygan. Qo'yinglar devorasiz. Aka. Omonmisiz? Lekin hali odamlar sizni hali qalbi pok deyshapti, siz odamlar. Qalbingizni oqligi tishingizga rosa uribdi lekin. Aka, Tishimni qildirganman. ha qildirganmisiz? Nima? Viner qildirganman. Ha, demak qalbni ham qildirgan ekansiz unda. Aka, gap yo'q, buningiz bo'lsa. Aka, kinolaringizni oilaviy ko'ramiz. Ha, zo'r. Chunki televideniyada boshqa siz aloqangiz yo'q bo'lgan kino yo'q-da o'zi, chunki iloji yo'q. To'g'rimi? U kanalga olsak ham Ahad Qayumning kinosi, bu kanalga olsak ham Ahad Qayumning kinosi bo'lib chiqib kelyapti-da hozir endi. Mana kinolar olasiz, mana kinolar. Aha. Endi biz endi qiziqib so'raganim aytib yurmaysiz. Mana o'zingiz rejissyorsiz, ha? O'zingiz ssenariysiz. Xo'p. O'zingiz operatorsiz. Operator emasman. O'zingiz montajyorsiz, o'zingiz aktyorsiz. Shu oxir paytlar shu o'zingiz ko'ryapsizmi deyman-da, keyin. Ha? Aka, o'zingiz bo'lib ketdingiz. Ya, ko'rishadi odamlar. Ko'rmayaptimi? Yo'q, qiyin-da, bilmayman. Biz o'z televizor ko'rmaymiz u oilaviy. Keyin bo'ldi, sizning kinolaringiz televideniyega chiqishni boshlagandan keyin yana ham shu qarorimizda qattiq qoldik. Qattiq turdik. Aka, yana ham qattiq turdik. Ana she'rlar yozyapsizmi hali aka? Oxirgi paytlar o'zi yomon vodiyga serqatnov bo'lib qoldingiz. Hozir ham to'yga kelgandursiz, to'g'rimi? Bilaman, to'yga kelgansiz-da. She'r aytib ketasiz, to'g'rimi? To'g'ri. $300 ga she'r aytib ketasiz.
Toshkentdan 100 dollarlik benzin quyib, choycha boshqa qilib 150 dollar ketadi-da, 300 dollar, yana 150 dollar qolyapti, sher aytib ketasiz. Ya, bir 1000 dollarga kelaman. Oh. Sher 1000 dollarmi? Ha, bitta sher o'qib ketishim 1000 dollar. Oxirgi marta nafas olib turgan kinoyingiz qaysi hozir? Televideniyada nafas olib turgan kinoyingiz. Serial Nozik oyim degan. Nozik oyim? Ha? Bo'ldi, ana shuni bilib olay hozir. Qaysi kanalga ketyapti? Mening yurtim. Mening yurtim. Keyin Arava degan kinomiz premyera qilamiz. Aravagacha haqida oldik. Hozir. Ayasi yaxshimi, charchamayapsizmi? Ana mening yurtimda Ahad Qayonning kinosiga ketyapti, Nozik oyim degan. O'sha vaqtlarda mening yurtimni ko'rmay turinglar. Miya zaharlanmay tursin. Aytib qo'ygan yaxshi baribir Ahad aka endi. Miya zaharlanmasin. Yaxshi serial. Kinolaringizda doim bilamiz, qaynata, qaynisingil ko'ralmagan o'gay o'g'il, mo'yshi bola, zapal bu yotibdi. Bizlar aka. Endi shunaqa mavzularni so'rashyapti o'zi odamlar. Odamlar so'rayapti. Biz ham so'raganlarimizni inobatga olasiz Ahad aka. Nima mavzu oladi? Yumor kinolar olinglar. Biz o'ynab beraylik aka, mana yumor kinolar. Yuzi bo'lib beraylik serialingizni. Ha, o'ynab beraman. O'ynab berasiz? Sizga tekinga o'ynab beraman aka. Ha, bo'ldi. Sizni kinolaringizda o'zi pul kutish ham qiyin, o'zi sizni kinolaringizdan. Sevishim kerak da'vat. Aktyorskiz qanaqa? Bizni aktyor kinosida chiqdi degan nomingiz bo'ladi baribir keyin. Omadga obro' tushib ketmasa bo'ldi. Zo'rg'a qoshiqlab yig'ayotganimizni taqirlab to'ktirmasak bo'ldi. Ertaga. Endi yo'q bo'ladi-da. Yo bu yoq bo'ladi. Ahad aka bitta tug'ilgan kuni bo'ladi o'tdi. Bitta oshnami? Bitta tug'ilgan kuni bilan tabriklab berasizmi, sinfdoshimmi? Ha? Qurbonali degan sinfdoshim bor edi. Kim? Qurbonali degan sinfdoshim bor. Sinfdoshim. Shu sinfdoshlar gruppasiga bitta agar chibir bo'lmasangiz, Ahad aka, chibir mana tishingiz oqligi qalbingizga urgan dedim-ku, jon aka, shu narsa bo'lsin. Chibir bo'lmasangiz, Ahad aka. Ya endi xo'p, maylimi bitta aka, iltimos qilyapman aka men. Kimdir mashinasida o'tirish uchun yomon-da. Iltimos endi Ahad aka. Xo'p. Jandi zaharlanma, oshdan xursand bo'lsin deyapman. Qurbonali tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Mana Ahad aka, Qayum aka bilanman. Nima deb qo'ying Qurbonali oshanga? Qurbonali yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana biz ketyapmiz. Xudo xolasa mana Andijonda yo'ldamiz, Farg'onadan chiqib ketyapmiz. Kelinglar, xudo xolasa yaxshi kun ko'rishaylik, tabriklayman. Qurbonali, siz bilasiz do'stim. Aka mana Abdullo degan oshdan borda. Sinfdoshim bor, Abdullo degan. O'gay sinfdoshim bor. Biz bilan o'qimagan, keyin bitirgandan keyin qo'shilib oladi-yu. Qarasa yaxshi sinfda bolalar ekan deb turib qo'shilib oladi-yu. Shunaqaga bitta kelkma, bunday aka-ukaga o'xshab qo'lingizni qo'yib berib ko'rganlar, "Va, bu vahshiy qadrdon ekan, bu dod" deb yuboradi. Jon, iltimos qilyapman Ahad aka, hurmatingiz bo'yimdan baland. Hurmatingiz qarang, hurmatingiz bilib qo'ying mana. Yo'q, bo'pti Ahad aka, keling endi. Abdullo dedim, yelkamga o'tkazib bitta qadrdon de. Abdullo, o'gay bo'lsangiz ham qo'shilib oshposhlarga erib turavering, ja unaqa jimot bo'lmang. Xolisi senlab olsangiz ham bo'laveradi bu bolani. Abdullo sog'lik yaxshimi, yaxshimisizlarmi? Bir oshposhlarga erib turish kerak har zamon sinfdoshlarga. Bu bola jan olyapti-ku, bu meni yaqinim ukam bu. Bolani xafa qilmanglar, rosa SMS-da kelyapti mana, men ko'rdim qo'ygan. Raqaminglar, bu bola yaxshi bola, bu mana og'aynim mana, o'zi mana boshga qo'yib vodiy aylanib yuribmiz. Abdullo boshqa sinfdoshni chaqirdi, lekin o'tirdik, osh yedik, lekin sen chaqirmading deb ukam, o'shanga xafa bo'lamiz ikkovimiz. Abdullo senga tegishli bu. Bo'pti, davay. Bo'ldi. Yaxshi, qo'lingiz ovozingiz o'zim bo'lmasam o'zim nima qilardim? Birpasda aka-uka bo'lib olar ekansiz, Saadaga. Qancha tanishsangiz. Aka, keyin anaqalarni eshitib qoldim. Mana reklamalarga, bu narsalarga ham kelavering. Anaqa qilib qo'yamizda, yedirib yuboramizda, kiyintirib yuboramizda desa, ham boraverasiz aka, Ahad aka siz. Unaqa deb bormayman. Nech pul reklamangiz bo'ldi? Qatga misol uchun. Endi misol uchun vodiydan, ana Toshkentdan vodiyga kelyapsiz reklamaga. Nech pulga kelasiz misol uchun bitta kiyim do'koniga misol? 2000 dollar. 2000 dollar? O'zi kiyim do'koni o'zi 1800 dollarlik tovar bilan ochgan bo'lsa o'zi. Unaqada chaqirmaydi, endi katta-kattalar chaqiradi. Bitta kiyimni o'zi 2000 dollarlik kiyimni chaqiradi. Ana podium italarga o'xshagan, salvatinaga o'xshagan katta joylarga kelaman-da. Ashna joylarga kelasizmi siz? Unaqalarga bormayman.
Buni tortavera mana. Qimmat. Ha? Yo'q. O'zbekistondan eng qimmat aktyor bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Qimmat bo'ladi kirish. Siz o'zingizni narxingizni o'zingiz belgilaysiz ekan-a? Qiymatingizni, obro'yingizni o'zi aslida xalq belgilash kerak-da. Bu zo'r, bu qimmat, bu bundaqa degan narsani xalq aytish kerak. Endi xalq shunaqa qo'ygan o'zi, Allohga shukr. Hali bir ikkita intervyularni bir qanaqada ko'rdim. Menga muxlislar kerak emas, rasmga tushmasin men bilan. Nasalar deb tashlagan ekansiz. Yoqtirmayman rasmga tushish. Men joyga kirsam o'zim bitta o'zim kirib, ishlarimni bitta o'zim bitirib ketishni yaxshi ko'raman. Ha. Endi mayli tushmasa ham rasmga men udobni yuraman-da, qulay yuraman. Shuning uchun endi barib ko'tarilishda maqsad, birinchi maqsad barib pul topish bo'lgandan keyin hozir pul topamiz, kelajakda qanaqa fikrimiz o'zgaradimi? Ha, demak maqsad xalqqa sifatli kontent, sifatli kino berish emas, tagida o'zingizning maqsadingiz pul topish turibdi, aka. Tirikchilikda endi ko'pchilik yashiradi, lekin rostdan shunaqa. Aka she'rlaringizdan bitta o'qib bering. Hozir endi esimda yo'q endi. Yi? Endi ozgina esimda borlar. Qaysilar masalan? Dunyoga keldikmi biling ey do'stlar, ikki dushmani bor erkak kishini. Biri manmanlikdir, ikkinchisi til. To'xtatarmish yurib turgan ishim. Shumi? Gap yo'q aka. Baribir endi bu sizni kasbingiz baribir aka. She'r aytishda qistirishga o'rganib bo'lgansiz aka. Baribir aka. Ha? Voy 20 ming. Kam bu, hatto bir 500 ming qistirsangiz yaxshi. Ha, siz ham mencha she'r aytdingiz xolos, Ahad aka. Sizni yurakdan qo'lni ko'kka qo'yib, toshni ko'tarib, endi chiroyli qilib yurakdan aytganingiz-da Ahad aka. Pul qistiraman desangiz, u misol uchun nima qilardim? $200 bersangiz turib, mashina ichida. Ya Ahad aka. Yo endi siz ko'ryapsiz-ku ko'p joylarda hali she'r o'qiganlarsiz boshqa. To'g'risini aka, oxirgi paytlar, oxirgi emas bir 4-5 yil oldin o'zi she'r aytishga qorin to'ymay qoldi, Ahad aka. Keyin o'zingiz shunday shou biznes qurib tashladingiz-a? Ha? Shou biznes qo'ldan kelganicha eshiklarini yopdi sizga, imkon qadar. Ichkaridan shibabiratiradi. Uni bosdi shou biznes kirgizmaslikka harakat qildi. Lekin bitta kirdingizda o'zi endi eshiklarni ligirib gazsiz qo'lingizda bo'lib qoldi. To'g'rimi aka? Xohlagan odamingizga ochyapsiz bitta pul bilan. Ha? Xohlagan odamingizga hozir o'sha shou biznes eshiklari mana qo'yib qo'ygan sizga. Karzinkali eshiklari bor-ku, odam yaqinlashsa ochib yopiladi. Sizga ishla qo'yib qo'ygan hozir. Yaqinlashasiz, ochib beradi, kirasiz, eri yopib qoladi. Mana qo'yib ketdi. Ko'pchilikni ko'tardingiz aka. Gap so'z yo'q. Ko'pchilikni tushirdingiz aka. Ha aka? Nima kutaylik kelajakda sizdan yana? Nima kutaylik ayting. Sizdan har baloni kutsa bo'layapti oxir paytlar. Yo'q, kelajakda yaxshi filmlar. Bitta hamda filmingizga taklif qiling. Bizni ham orasini yemsin bir. Liboy dardli serial bo'ladimi? Liboy serialingiz bo'lsa, televideniyada ketadigan bir serialingiz bo'lsa, chaqiring bizni ham rolga. Endi boshqa ko'tarib ketasizlar lekin, vodiyga xizmatlarda kela olmay qolasizlar lekin. Mayli aka. Vodiy xalq xafa bo'lmaydimi? Mana shu bolamizni ayirdik Toshkentga borib ko'tarib ketib, mensimay qo'ydi deb. Yo'q, bunaqa fikrga bormaydi ha. Navrot men siz bilan yursam, u odamlar o'ylaydi, "Ha, demak G'ayrat Ahad Qayni to'g'ri yo'lga solgani ketgan" deydi. Bilasizmi aka? Mendan ular yaxshilik kutishadi. Azoblash xizmatiga siz ham kirib qoldingiz oxir paytlar. Bilasizmi aka? Bolalar azoblash xizmatida ishlayapsiz-da aka? Men sizni nima uchun hurmat qilib hozir Andijonga olib ketyapman? Aytaymi? Sizni hurmat qilishimga bitta sabab bor. Ijodingiz, kimligingiz, boshqa tomonlarimiz menga qiziq emas. Borni aytaman. Meni ayami akasi bor, rahmatli tog'am ismi Ahad Qossob bo'lgan. Shu ismingiz tog'am ismi bilan adash bo'lganligi uchun hozir siz mana shu yerda nafas olib turibsiz hozir. Ko'z tegmasin. Tog'am Qossob tog'am o'sha sizni o'sha kinolaringizni, she'rlaringizni muxlis edi. O'sha tog'am niyati bor edi. Bir shu bola bilan bir ko'rishtirgan jiyanim degan edi. Shu endi armon bo'lib qoldi. Shuning uchun endi o'rniga siz tog'a desammikin yo'q. Siz endi Qossobliklar bersiz-ku? Aka. Elmurod akam konsertida ko'rishganmiz siz bilan sizda bo'lsa. Nurjubada ko'rishganmiz, pardan orqasida. Yana bir ikkita joyda ko'rishdik, lekin kibrni yomon berdingiz lekin aka. Siz ham haligi o'zini joyida kibr qilar ekansiz-da. Toshkentga borganimizda kibrda eng maksimal darajasini yaqdingiz. Hozir endi vodiyga kelganingizda mana hozir bizga endi ishingiz tushib turibdi sizga hozir. Endi hozir bunaqa paytda qaling, o'rtoq bo'lyapsiz hozir aka. Aktyorlarda ishchi. Siz yo'q, lekin sizdan o'rganadigan narsalarimiz ko'p ekanda, Ahad aka lekin. Kerak deymanda. Lekin sizga umuman odamlarning gapi qiziqmas ekan-a? So'kinami, boshqa qilami, yomonlikmi, negativ yozami, ha? Mumkin endi, yo men endi 100% menga kimdir nimadir demaganda hali.
kommentariyada yozishadi. Yuzimiz hech kim aytmaganmi? Yuzma-yuz hali hech kim bir negativ fikr bildirmaganda. Ey xudoim, birinchilardan bo'pman, bu ham bitta baxt bo'lsa kerak. Hozir Ahmad aka. 100 ga aytaman Ahmad aka. Do'stlar, $1000 pul bilan 2 xonali patkilovchi uyda tekinga yutib olishni xohlaysizmi? Buning uchun Andijonda eski mashina bozorida ro'parasida joylashgan yaqin guruh tomonidan ochilgan metan zapravkani bilasizlar, eskidan ish faoliyat olib borib keladi. Mana shu metan zapravkaga kelasiz va mana shu yerda gaz quyasiz har doim. Bo'lganingizdan keyin chekin to'plab borasiz va oxirida eng ko'p chek yiqqan, eng ko'p gaz quygan 10 ta ishtirokchini tanlab olishadi-da. Hamda ularning o'rtasida random orqali g'olib tanlab turib, bular o'sha g'olibga 2 xonali patkilovchi uy topshiradi. Endi bu narsalarning hammasi Instagramda bo'lib o'tadi. Aynan mana shu yaqin guruhning Instagrami, mana shu ko'rib turgan prankni mana videosini tagida kommentariyasida zaklipit qilib qadab qo'yganman. Instagramning silkasini. Bitta silka bilan Instagramga o'tasiz. Jahongir yaqin Instagram chiqib keladi. Ana shu Instagramda bo'ladi. Bu uyda yutib olish uchun, endi $1000 pulni yutib olish uchun nima qilish kerak? Jahongir yaqinda Instagrami 100 mingta bo'lganligi munosabati bilan hozir shunchaki obunachilariga $1000 pulni o'ynayapti. Aynan mana shu Instagramga o'tib, sizlar ham aktiv bo'lib, videolarga komment yozib tursanglar, ana shu $1000 ni ham yutib olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Imkoniyatni qo'ldan boy berib yormanglar. Aynan mana shu $1000 ni ham, aynan mana shu uyni ham bizni o'zimiz obunachilarimiz yutib olsin degan maqsadda sizlarga mana shu e'lonni yetkazib qo'yapman. Do'stlar, yana bir marta manzilni tushuntirib qo'yay. Mana bu tomonda eski mashina bozor, hozir jabchasi bo'lib bo'lgan-ku. Mana yaqin metan. Bu degani buni metan yaqin ekan shu atrof degani emas, yaqin guruhning metan zapravkasi degani. Gazni qo'yinglar, chekni to'planglar, pastdagi kommentariyaga zilka zakrepit qilganman Instagramni Jahongir yaqin mana chiqib ham turibdi. Obuna bo'lib, faol bo'lib turinglar. Uyda ham puldan sizlar yutinglar. Omad. Kinolaringiz ssenariysini kim yozadi aka? Elmurod Ahmadzarov yozadi ko'psi. Elmurod yozadi ko'p ssenariylar. Siz o'zi nechanchi yilgacha Elmurod deb tashlayapsiz ustozim? Ha? Elmurod nechanchi yil? 86 Elmurod aka. Ha, bizdan katta ekan. Kattami? Siz nima ustozmi sensirab boryapsiz hozir? Endi biz endi yoshligimizda bunda katta bo'lganmiz. Qada? Farg'onada Chimyonda Konda katta bo'lgan Elmurod aka. 2017. Ya. 2011, 12, Ya bizda bir 15 yildan beri ko'rishamiz ko'chada, har doim yaqinda dizaynli konsertlarda. Hop, endi bizda tengi deb o'ylar ekanman, yosh ko'rinadi Elmurod. Siz 90-nechisiz? 3mi, 2mi? 92. 92misiz? Pastda ten ekanmiz u. Ha. Mena уже senlasam bo'laveradigan darajada ekansiz siz. Qarshimasizmi? Elmurod bizda katta ekan-da. Qarang, hozir Elmurod akamdan siz mendan 2-6 yosh kichkina ekansiz, lekin Elmurod deyapsiz. Men sizdan 3-4 yosh kichkinaman hozir. Men ham siz bemalol Ahad desam bo'lar ekanda. Endi biza nima desam ekan, biza bir 15 yillik yaqinmiz-da. Keling, hozir yaqin bo'lib ketamiz. Keling. 15 yil o'ylaymiz. Yo'q, kelayman. Sirazi tez zamon rivojlanib ketdi-yu, tez yaqin bo'lib ketamiz. Tez. Nima dedingiz? $500,000 biz yaqin bo'lib ketamiz. O'ylab turaylik aka. Do'stim, oqibatni pulga o'lchamaylik. Bo'ldi, boshlanishiga Ahad demaydi. Ahadbek, Ahadjondan boshlab turaylik. Ahad Qayum yoz. Ahad Qayum. Yaxshi. Ahad Qayumjon. Nimaga ham siz shoir bo'lganingiz uchun Qayum qo'shganmisiz oxiriga? Yo'q, men familiyam Qayum. O'zi Qayumovmi? Ha, Qayum faqat. Qayumov Ahad. Ana shu Ahad Qayum. Avazoxon deganda gap ekanda. Yo, Avaz bilan ham yaqinman. Voy, Avaz aka 80-yil bu. O'zimiz aka. Aka, Yigirmalarda bir yaqinman-da. Ha, hop, nima bo'lgan taqdirda ham-da, aytadi u. Avaz aka deyishim kerak. Ha, vodiyda turibmiz. Avaz akani qayerdanligini bilasizmi? Andijondan edi. Asakasidan. Meni qayerdanligini bilasizmi? Yo'q. Andijonning Asakasidanmi? Avazoxon bilan bitta tumandanmi? Yo, lekin men Avazga bir marta Avaz aka demaganman. Shu paytgacha rostdan aytaman, yo'lda ketamiz. Men misol uchun Sardor Mamadaliyev, Avazoxon, Bahrom Nazarov shularga bir marta aka deb gaplashmagan ekanman hayotda. Faqat Ozodbek Nazarbekovlarga ozlaka deyman, Sherali Jo'rayevlarga shunday gaplashardim, lekin bu o'zimiz pokoleniyaga aka deb murojaat qilmagan ekanman biroz. Siz yoshimaz ekanda, siz Avazoxonlarda ham Elmurod akalarda o'ziga pokoleniya qilgan bo'lsangiz. Qayerda bitta pokoleniyada biz 2005-yilda. Yo'q, men ana joyga tugadim men. Lekin qarangda mana Brandoviy ismdagi odamlarni misol uchun o'zini ism bilan chaqiriladi. Misol uchun Muhammad Yusuf yoki Muhriddin Xoliqov yoki Farruh Zakirov deyiladi. Misol uchun orqadan gapirganda men sizga bitta narsa isbotlab berayman-da, shunaqa deyish kerak. Misol uchun-da, misol uchun mana katta Brandoviy odamlarning ismini Abdulla Oripov deymiz, Muhammad Erkin Vohidov deymiz. Misol uchun Erkin aka Vohidov deymiz-ku, misol xuddi shunga o'xshagan. Misol uchun Alisher Navoiyni nima deysiz? Alisher Navoiy deysiz. Zahiriddin Muhammad Bobur deysiz. Zahiriddin Bobo Muhammad Bobur deysiz-ku. Xuddi shunaqa bular juda katta brend, men bularni men ismlari bilan, misol Ozodbek Nazarbekovni eslayman deyman.
Ozod aka bilan ishlayman demayman. Faqat shaxsan hayotda o'zlariga ozod kelib gapiraman. Lekin masalan Sherali Jo'rayev bilan ishlayman deyman, ijod qilyapman deyman-da. Lekin Sherali aka Jo'rayev demayman. Masalan o'zi hayotda menimcha butun hamma ijodkorlar o'zi o'sha ustozlarini ham, boshqalarini ham masalan katta ismlar, ism familiyasi bilan Xurshid Rasulov she'r yozganman deyman. Masalan Kimlarga she'r yozgansiz aka? Men deyarli hammaga yozganman. Hammaga? O'zi ko'p she'rlaringizni Ahad aytar degan o'zingiz ismingizni qo'shib ketgandan ham bilsa bo'lardi. Ozodbek Razarbekov asosan Xurshid aka, Xurshid Rasulov, Sherali Jo'rayev. hozir ham yozyapsiz san'atga olishib? Shohjahon Jo'rayev. Jaloliddin bilan premyeramiz bor yaqinda. Kagiras, mana vodiyga ko'p kelyapsiz. Ha? Sizdan haligi PR-chisiz-ku, sizdan zo'r administrator chiqadi. Bu Jalol akaga vodiyga administrator bo'lmaysizmi Jaloliddin aka? Yaqinda eshitib qoldim. Jaloliddin aka administrator istayapti ekan degan gap chiqayotdi. Ha, yo'q. Ha. Ishingiz avshi oson qarang. Jalol aka. Yo'q, men Ahad Qayumman, qana administrator bo'laman. Yo'q, u ham Jaloliddin Ahmadaliyev. Mana Ahad Qayum tezda tugayapti. Qara, Ahad Qayum tugadi bo'ldi. Jaloliddin Ahmadaliyev katta brendda u endi. Tushunyapsizmi? Admin bo'lsangiz maza qilaverasiz. Jaloliddin akaliga suv kabi bo'ldi-ku. Shunaqa sokin odam Jaloliddin aka bilaman. Juda ham bir sokin, mayus odam. Bir ishingiz mazza. Bekiras misol uchun-da yoki Muhammad Ziyo akaga bo'laymi, bekiras. Agar biror joyda haligi disketli joy bo'lsa, disketlarni qo'yib, muzikalarni qo'yib, aytib, zo'r ko'tarilib ketasiz yana ham aka siz. Endi ulayni birinchilarga ularga yordamchi bo'ling. Ey, Jalolga birinchi ko'p ketdimi sizga? Endi xo'p Muhammad Ziyoni aytyapsiz. Xo'p Muhammad Ziyo aka. Jaloliddin Ahmadaliyev, Sardor bor, Rasulov, keyin yana kim bor Vodiydan? Misoljan Sardor Tayrov. Sardor anaqasi ham bor. Sardor Ne'matov degani ham bor. Men o'zim oshnamda, sindoshim. Esmagan ekanman. Anaqa bor, misol uchun Vodiyda G'anisher bor, Abdullayev. Misol uchun G'anisherlar bizdan kattaroq. Lekin misol uchun qo'yganlar bratskalar bilan kichkina bolalarda bular. Aslida yo'q katta. Siz katta o'kasiz adaga. Yo'q, xo'p rostdan endi qaraqa, endi bular endi qarasam bular yaqinda bular bir 3-4 yil ichida san'atga kirgan bolalarda bular nima deyishim kerak? Mayoqlarda yuribdi demadingiz, ha? Menda yurgan bolalar deyapsiz-da, endi bu Ahad Qayum degan brend yonida baribir endi hali bor-da, bularga bir 15 yil bordi. To'g'rimi? Mayli, Ahad aka. Siz agar Hindistonda tug'ilganingiz esingizda bo'ladi, bilasizmi? Ha? Bo'ladi. Ahad Bagandi. Ahad Bagandi, ha? Uka, sizga uka deb yuboryapman endi. Asilbek, mana Ahad aka bilan yurganingizni qanday suruvlar, oshnoxani mahallaga biladimi? Ha? Biladimi? Shogirdim-ku. Haliga oshsa gap gapirib, nima qilyapsan? Boshqalar qanaqalar bo'lgan? Men oldimga hamma yura olmaydi. Jo'jali katta bormaydi, aka. Men oldimga misol uchun bir 20-30 ming dollar pul kerakda. Men oldimga kirish uchun yordamchi bo'lish, shogird bo'lish uchun. 20-30 ming dollar puli bor odam o'zi boy hisoblanadi. O'zi qanday boy hisoblanadi? 20-30 mingga bitta mana mashinani beradi, bersa nima beradi o'zi? Toshkentda bir xonali kvartira ham bermaydi. Siz yomon mensimaydigan odam ekansiz. 20-30 ming dollar puli bor odam bemalol 5 ming bilan biznes qilsa bo'ladi, 10 ming bilan biznes qilsa bo'ladi. Boy hisoblanadi do'st. Boy? Ya 5 ming, 10 ming bilan tirikchilik qilsa bo'ladi. Tirikchilik boshqa narsa, biznes boshqa narsa. Yo'q, biznes bilan tirikchilik aralashtirmang-da mana. Misol uchun 500 ming dollar bilan bitta biznes boshlasa bo'ladi. Uni ham qilsa bo'lmaydi. Boshlasa bo'ladi. Boshlasa bo'ladi. Siz katta pul ko'rib olgan ekansiz. 2 million, 3 million dollar pul kerakda. Endi bitta biznesim bor degan gap aytish uchun 2-3 milliondan u yoq pul kerak. Tepasi kerak endi. Real. Ya to'g'rimi? Biz o'zidan ko'chada yuribsiz endi. Unaqa biz hazillashmadan qolsa lekin 20-30 ming puli bor odam, puli bor deb hisoblanadi deb o'ylamayman men. Endi kapital mashina olsa. Kambag'almi 20-30 ming dollar pul? Endi bir o'rtacharoq mashina olsa bo'ladi. Hozir g'arib ekanmiz, biz gaday ekanmiz. Siz olasiz. Yo'q, misol uchun bitta mashinaga nomer beradi, 30-40 ming dollarga. Voy. Mashinaning nomeri, men mashinaning nomeri olganman, misol uchun 40 ming dollar. 650 millionga oldik undan oldin. Nomeri? Nomer 3ta 7 oldik. 60 ming dollar edi. Hozir tirik afsona ekansiz aka. Telefon nomerini o'zi turadi bir 80 ming dollar deb misol uchun. Siz boy degan so'z endi misol uchun boy katta gapda. Bu boy degani o'sha bir atrofda 5-6 odamga uy-joy mashina qilib bergan odam. Bir oyda bir 10 ming 20 ming dollar atrofdagilar yordam qilib turadigan odam. Endi menimcha bizlarning sharoitda boy hisoblansa kerak deb o'ylayman-da. Endi 20-30 ming pul misol uchun o'rta xolam bo'lishi qiyin-da, mana qarang. Bitta 2 xonali kvartira oldik, to'g'rimi? 50 ming dollar. 20 ming dollar remont qildingiz, 70 ming, ichini to'ldirdingiz, 80 ming. Misol uchun bir o'rtacha bitta mashina oldingiz, mana Gentra 20 ming.
man o'rtacharoq odam bo'lish uchun ham 2 xonali uyi bor, bitta jentrasi bor, bitta bola bo'lish uchun ham 100 ming dollar kerak-da, misol uchun. Siz odamning hayotini yomon qiyinlashtirib yuborgansiz siz. Yoki og'zingizda oson topyapsiz bu pullarni. Buni topish bor, aka, siz Keyin topiladigan pul emas. siz kimga qarichingiz bilan o'lchamaysiz. Bir 2 yilda topsa bo'ladi bitta bola, misol uchun. Hozir men shunda boyman, qarang, bitta kabeshim bor, bitta domim bor, bitta dala hovlim bor, bo'ldi. Endi o'rtacha. Voy, bu gapni aka. To'g'ri o'ylab yuraman ekan, nima men o'zim o'rtachaman deb yuraman hammaga men o'zim. Ay, siz yoshingizda hali borda, xudo xolasa yana bir 4 ta kvartira bilan bir 4 ta mashina olsangiz, endi boy bo'lasiz, hozir 1-2 yilda. Mana shu hozir gaplashganlarimiz eslab qoling, Ahad aka, siz bilan men 2 yildan keyin gaplashaman siz bilan. Mana shuni eslab qoling, Ahad aka, sizga men 2 yildan keyin men aka, nagili men sizga aytaman. "O Ahad aka" deyman. Esizdami deyman. Ashunda deyman, anaqa deyordingiz deyman. Ahad aka sizga. Endi harakat qilinglar. Aka, endi jayn menda bo'lib ketishingiz qiyin, endi bo'lolmasangiz kerak, lekin yaxshiroq bo'lishga harakat qiling baribir. Ahad aka, yo ilohim, sizlarga o'xshab yuraylik bo'pti, Ahad aka. Qiyin iloji yo'q. Uchun juda katta pul topishimiz kerak. Jinni olishimiz kerak, xolos bo'ldi-yu. O'zimizni telbalikka solib, 5 million dollarcha pul topishimiz kerak-da. Ha, demak pul bilan sizga o'xshashimiz mumkin. Hayot tomonlama, xarakter tomonlama o'xshalmaymiz. Ya, u qiyin, u juda kuchli bo'lish kerak. Ahad aka, bitta o'g'lim, bitta qizim bor. Hozir o'g'lim 5 yosh, qizim 2 yosh. Shunga o'g'limga sunnat o'qimoqchiman kuzga. Kuzga sunnat o'qiga aytsam kelasizmi? Pul bersangiz kelamiz. Ya, qanlaysiz pul bilan ko'targanmiz o'zi. Yomon pul deb o'lib ketmaylik, pul deb. Shunday kelishim kerak. Yo'q, u siz ham kelsangiz, mana ko'pchilikda aytayapman. Mana misol uchun Bahrom aka Nazarov bilan tanishmiz, Elmurod aka dizayn deylar, million bravo deylar, ustoz yaqindan tanishgan ko'p. Bo'sh bo'lsa kerak-da, endi ular bir pul ishlar bo'lmasa kerak-da. Ular ham hazlagan odamlar emas, bilasiz o'zingiz ham. Endi hayır pul ishlar bo'lmasa kerak-da, demoqchiman. Hop, ash kelsa, men hammasiga ham kelsa, cho'ntagiga solib qo'yaman, mening ataganim bor. Chiroyli men endi 5 ming dollar solib qo'yibsizlar. 5-10 ming dollar bilan men sunnat to'yim qilib, o'zim yana bitta to'y qilib uylanib olaman, men jon aka, 5-10 ming bilan. Yana nima uylash kerak? Misol deyapman, u ikkita to'y qilsa bo'ladi. 5-10 ming dollar. Ya, uylanmoqchi bo'lursiz. Shuni aytmoqchi bo'lyapsiz. Ya, ichida urib ketdi. Men buni kelinga agar uy barvasini bermasligi uchun siz menga bir 20 ming berasiz. Ha, bo'ldi. 20 ming pul. Men qayerdan pul topasan deyman. Men hech qanday pul topaman-da. Ha, siz demak, sal anaqa shantaj olamiga yaqinsiz. Ha, qaraysiz, shu bilan hayot hozir. Shantaj, PR bilan sizni hayotingiz, ha? Ha, shunday. Kelajakda odamlar sizni hozir mana shoir deb tanishsa, tanishing, bu shantajchi, PRist, nima? PR fanlar nomzodi. Zato yonda milliarder deb yozib qo'ysa, odamlar yog'ini esan chiqaveradi. Asosingiz milliarder-a? Ha, bo'pti-da endi. Xo'p, aka, bitta gap aytib, undan keyin davomini aytib ketaman. Aka, mashinada yashirin kamera bor, siz bilan taksida prankdan ko'rsatuv bor. Yashirin kamerada prank bo'lyapti aka sizga. Hazil, syomka bo'lyapti yashirin kamerada. Qanaqa syomka? Men ko'rsatuvga oldindan aytmasa lekin men yozib yuboraman lekin. Chunki ko'rsatuvga oldindan ogohlantirib ishlash kerak-da. Endi u libo gapni, libo hazil huzullarni qilish mumkin. Birgalashib qilish kerak-da u narsani. Yo, xo'p endi mana kamerangizni qo'ysangiz, mana qo'yib ketsangiz birga suhbat qilib ketaveramiz. Mana kamera aka. Qani kamera? Mana kamera aka. Mana tepangda mana. Kamera emas, qanaqa emasmi bu? Kamera mana shu. Suvenir emasmi? Yo'q, mana shu kamera aka. Yashirin kamera. Ya, unaqa qilmaydi-da. Unaqa qilmaydi-da. Men lekin rostdan yozib yuboraman lekin. Qarang. Yo'q. Lekin men advokatlarim bor. Men 3 marta qilgandan keyin haqqi tashim alohida qilaylik, kelishib, savol tuzib, chiroyli odamni eshitadigan narsa qilaylik. O'zi ashim bo'lavermas gaplar, hamma narsa gaplashib tashladik-ku. Ha, shunisi bilan qiziqda. Kerak emas, o'chirib tashlang, qaytadan qilamiz. Ha? Men ertaga modiydaman, ertaga qilamiz. O'chirib tashlang. O'chirib tashlang kerak emas. Bo'lmaydimi? Men bo'lmasa, qarang, montaj qilib turib, sizga bir ko'rsatay. Agar montajdan keyin bo'laveradi, mo'jani kelsak, mana qiling, nima deb desangiz, sudlash yurmaylik yana ertaga. Yo'q, ular ajoyib sudga berib bitta video qilib iloji yo'q. Endi hozir kimdir endi hozir shu men sizni kiyintirgan olib kelyapman Ahad aka hozir. Jon aka. Boringlar qara, u 3-4 ming dollar beradim, berolmaydi. Ahad aka. Bo'pti, endi qarang, agar mobilda qo'yadigan bo'lsak, bizni kuzatuvchilarga, sizni yoqtirmaganlarga, yo'q, bizni yoqtirganlarga nimadir deb qo'ying. Mana shu kamera o'zingiz. Ha, mana gapiring. Avvalambor assalomu alaykum. G'ayrat ukam, mana bir do'konga kiyintirishga olib borib aka bir sovg'alarim bor keldi deb bo'pti deb o'tirdim, syomka qilayotgan ekan. Endi montajdan keyin kesilgan holatini mayli ko'rib mana qilamiz. Vodiyda har doim kelsak o'zi ko'rsatuvlarga Elmurodni nimalar
videolariga tushib vaqt ketaman, lekin men hozir endi najdinda bo'lganligi uchun endi lekin to'g'risini aytsam o'zi hayotdagi odamni ichidagi gaplarim shu gaplar. Lekin g'ayrat ijodi juda ham yaxshi. Vodiy bo'yicha eng yaxshi ketayotgan hozirgi kunda eng bir kelajagi zo'r yigit, shu yigit bir nima deydi, bir 3-4 ta do'konlar bor ekan, shu reklamalarga birga boraylik zotni deganlarga endi men Elmurod orqali o'zi bizlarimiz orqali bilaman. Mana o'zlarini hayotda birinchi marta buncha ko'p gaplashdim. Xudo xolasa kelajakda bir bilan ham konsertlari, o'sha boya aytdik kinolari, endi bizlarni kinoda o'ynamasdan ham o'zlari bir yaxshi sizlarga yoqadigan bir kinolar olib, bir umuman o'zi vodiyni bir yulduzi faxri bo'lib yurish nasib qilsin. Endi men endi hazil huzul yaxshi ko'raman. Ukamiz bilan mana ijodiy hamkorliklarni boshlamoqchimiz. Agar endi menga emas, endi bularga ma'qul bo'lsa agar bir takliflar qilamiz, xudo xolasa. Rahmat e'tibor uchun ming bor uzr, lekin men tayyorgarlik ko'rib kelardim. Ama adaga ama shuncha meni maqtab olingiz, bir so'm berimni aytib qo'y. Ama ertaga olaman. Rasan maqtadim, pul bering deb yurdi, adaga. Pul bor ekan. Otop olaman o'zim. Bir so'm yo'q. Ya, mana. Meni ana qimmat achki bor ekan. Meni hayotda bro. Bo'ldi mana duxi. Mana. Ha, qimmat ekan $100 duxiga. Anaqa aka, mana bitta mana Louis Vuitton achkisi bor ekan, bu ham $300 turadi ekan, bu qimmat achkilar qargan, pul bor ekan. Mana jabi bo'lsa aziz do'stlar. Mana pasporti bor. Mahkam G'ayratjon 97-yil bo'ldi, mana pulni. Bilaman, o'zi men bilasizlar-ku, pulni olsam qo'ying. Gap. Adaga hammasiga gaplarga rozi bo'ling. Muxlismiz, yoshligingizga rozi bo'ling. Yoshlikdan ko'ramiz, kuzatamiz aka, ishlaringizga rivoj. Yaxshi kunlarda, xudo xolasa, yana birgalikda hamkorlik qilish nasib qilsin, xudo xolasa aka. Sizlarga omad. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Prang haqida fikrlarni komment yozib ketasizlar va keyingi pranglarda kimlar bilan qanaqa holatda bo'lishini xohlaysizlar yozib qoldiringlar.